Nukus shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti. Nukus so'zi mo'g'ul tilidan kirib kelgan. Mo'g'ullar bosqini davrida nukusliklarning bir qismi Dasht qipchoqda qolib ketishgan. Keyinchalik ular o'zbek ko'chmanchilari bilan birgalikda Movarounnahrga kelishgan va o'zbek qo'ng'irot hamda kengeslar tarkibiga kirishgan. Nukus yoki Nikus termini 92 ta o'zbek qabilalari orasida tilga olingan. Bugungi kunda O'zbekistonda mazkur etonim bilan nomlangan obyektlar oz emas. Masalan, Nukus qishloq, Baland Nukus, Tayzan Nukus, Tavan Nukus, Nukus ko'l, Nukus yap va boshqalar kabi. Qoraqalpoq toponimshunosi afsonalarga asoslanib Nukus 9 odam ma'nosida deya ta'riflaydi. Boshqa odam esa mazkur toponimning o'zagida forscha kesh, uycha, uy ma'nolari borligini qayd etadi. Qoraqalpoqlarda Nukus, Nukis, Nekus degan urug' ham bor. Rivoyatga ko'ra Nukus surgun qilingan 9 ta qizning o'g'illaridan tarqalgan kishilarning avlodi bo'lib 9 kishi demakdir. Ammo bu rivoyat xolos. Toponimning etimologiyasi hamon noma'lum. Nukus qabilasi Nekus shaklida turk-mo'g'ul urug'lari tarkibida qadimgi tarixiy manbalarda, chunonchi Rashididdinning Jami at-Tavorix asarida ham tilga olingan. Nukus urug'i Nukas, yangi qishloq degan ma'noni anglatadi deuvchilar ham bor. Nukus, Nikus degan joy nomlari respublikamizning boshqa yerlarida ham uchraydi. Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi mahalla nomlaridan biri ham aynan shunday nomlanadi. Umuman shunday nomdagi toponim respublikamizning ko'plab hududlarida uchraydi.